sendan holi va so'zi oliy bo'lgan odam bilan do'st bo'l. Qayerdan bilamiz uni so'zi bilan holini oliy ekanligini? Uni belgisi shuki, u bilan birga bo'lganingda qalbing xotirjam bo'ladi. Uni oldidan turib ketging kelmaydi. Uni suhbatida xotirjamlikni his qilasan. Mana shu odamni holi ham, so'zi ham sendan oliy ekan. Gaplashib o'tirsang, qalbing taskin topadi, joning orom oladi, turib ketging kelmaydi. Endi bir xilga majlislarga kirib qolamiz, shu tezroq tugasalar, tezroq shu oshni bersa-yu, nima qilsak, turib ketsa, yuraging siqilib ketadi. Katta odamlarning gapirayotgan gapini eshitib turib. Demak, bu odam yaxshi odam emas. Modomiki uni suhbatidan beziyapsizmi? Modomiki tezroq turib ketyapsizmi? Demak, yaxshi odam emas. Holingni yuksalishiga, ilmingni ziyoda bo'lishiga sabab bo'ladigan insonni do'st tut.